Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bir xonadonga olib kelib o'rnatgan kuxonniy mebelimiz. Bu kuxonniy mebelni Namangan viloyati Nanay qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Inox akril materialdan bo'ldi. Stalish hissalarimiz rossiyskiy qalam bo'ldi, orqalari kaffel bo'ldi. Stalish hissalarimiz kaffelari ham mebelning ichida bo'ldi. Razmeri 330 joyga o'rnadi. Kuxonlik chekada 50 cm shkaf qildik-da. Bu shkafning ichiga pastga gaz ballonga joy qilib berdik. Hop. Shlankalar uni teshib qo'yilgan. Shu tepasi mana polka bo'lgan. Hop. Bu yerda duxovkaning joyi, ustida gaz plitamiz, Luxel qo'yib berdik, gaz plitani ham. Undan keyin kargo joylashtirib berdik, gaz plita bilan rakvinaning orasiga. Chekamiz rakvina, mana rakvinamiz to'rtburchakga o'rnatilgan. Simsitlari ham o'zi bilan bir xil nejvika simsitl qo'yildi. Chekamiz musor pakir. Hop, suvni ulanadigan tochkalarini, o'rnalarini bemalol ulag'adigan qilib kesib, ochib keltirib qo'ydik. Bu yog'ini santexnik ulab beradi. Hop, tepamiz mana sushilka bo'lgan. Hop, ichkamiz artel turbomotor qo'yilgan. Ishlashlari tepalarini ochib tayyor qilib qo'yilgan. Hop, mana osha-moshalari vakuum bo'lgan, bularda ham hammasiniki toza vakuum qo'yilgan. Hop, bu kuxonniy mebelimizni pagonniy metri 2.300.000 so'mdan tushgan. Stalish hissasi qalin stalish hissa rossiyskiy glansoviy qo'yilgan. Materiallar turецкий inox akrildan bo'lgan. Hop, bu yoqqa mana ugologini ham qilib berganmiz oshxonasiga. Hop, kuxonniy ugologi 1.70 ga, bu yog'i 2.5 metr bo'lib bo'lgan. Hop, mana tabretkasi pufiklari 4 ta bo'lgan. Tas sondiqlik. Hop, machalkalar pampersli machalka bo'lgan mana. Qalam bo'lgan. Qalam bo'lgan.